Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana Live Techno kanali. Bugun sizlar bilan 2026-yil boshidagi top 10 ta eng boy insonlar haqida gaplashamiz. Undan oldin esa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu bizning kanalimiz rivoji uchun juda ham kerak. 10-o'rin Steve Ballmer. U Microsoft kompaniyasining sobiq rahbari bo'lib, hozirgi kundagi boyligi 105 milliard dollarga teng. U Microsoft tarixidagi eng muhim rahbarlardan biri hisoblanadi. Steve Ballmer 2000-yildan 2014-yillarda Microsoft kompaniyasiga rahbarlik qilgan va shu davrda kompaniya daromadining bir necha barobarga oshirgan. Aynan uning davrida Microsoft dunyodagi eng yirik texnologiya gigantlaridan biriga aylandi. Qiziq fakt, u Bill Gatesning yaqin do'sti bo'lgan va Garvard universitetida birga o'qigan. U kompaniya asoschisi bo'lmasa ham, to'g'ri boshqaruv orqali milliardlab dollar boylikka erishgan. Hozirda u Los Angeles Clippers basketbol klubining egasi ham hisoblanadi. Uning boyligining katta qismi Microsoft aksiyalaridan keladi. 9-o'rin Sergey Brin, 8-o'rin esa Larry Page. Bu ikki inson Google'ning asoschilaridan bo'lib, internetni butunlay o'zgartirgan. Ular universitetda o'qib yurgan paytida tanishib, oddiy qidiruv tizimi ustida ishlashni boshlashgan. Keyinchalik esa bu loyiha dunyodagi eng katta texnologiya kompaniyalaridan biriga aylandi. Bugungi kunda Google orqali har kuni milliardlab qidiruvlar amalga oshiriladi. Qiziq faktlardan biri, Google dastlab Backup deb nomlangan. Keyin esa nomi o'zgartirilgan. Hozir Google faqat qidiruv tizimi emas, YouTube, Android, Google Maps kabi xizmatlarni ham o'z ichiga oladi. Ularning boyligining katta qismi Google aksiyalariga bog'liq. Eng muhim jihati, ular oddiy g'oya bilan butun dunyoni o'zgartirgan. Ulardan birining, ya'ni Sergey Brinning hozirgi kundagi boyligi 112 milliard dollarga teng. Larry Page'niki esa hozirgi kunda 118 milliard dollarga tengdir. 7-o'rin Bill Gates. U zamonaviy kompyuter davrini boshlab bergan eng muhim insonlardan biri. Bill Gates yoshligidan dasturlashga qiziqqan va do'sti bilan Microsoft kompaniyasini tashkil qilgan. Ularning asosiy mahsuloti Windows operatsion tizimi butun dunyoda mashhur bo'lib ketdi. Bugungi kunda deyarli har bir kompyuterda Microsoft dasturlari ishlatiladi. Qiziq faktlardan biri, u bir vaqtlar dunyoning eng boy insoni bo'lib, bu o'rinni ko'p yillar davomida ushlab turgan. Hozir esa u ko'proq xayriya ishlari bilan shug'ullanadi. Sog'liqni saqlash va ta'lim sohalarida milliardlab dollarlar ajratgan. Uning boyligining katta qismi ham Microsoft aksiyalariga bog'liq. Hozirgi kundagi uning boyligi 128 milliard dollarga tengdir. 6-o'rin Warren Buffett. U Berkshire Hathaway kompaniyasining asoschisi bo'lib, u dunyodagi eng mashhur investor va investitsiya afsonasi sifatida tanilgan. Warren Buffett yoshligidan biznesga qiziqqan, hatto bolaligida gazeta sotib pul ishlagan. U kompaniyalarni sotib olib, ularning qiymati oshishini kutadi va shundan foyda ko'radi. Bu usul uzoq muddatli investitsiya deb ataladi. Qiziq faktlardan biri, u milliardlab dollar boylikka ega bo'lsa ham juda oddiy hayot kechiradi. Hanuz eski uyda yashaydi. Berkshire Hathaway orqali Coca-Cola, Apple kabi yirik kompaniyalarga sarmoya kiritgan. Uning boyligining katta qismi aynan investitsiyalardan keladi. Ya'ni u biznes qurishdan ko'ra to'g'ri joyga pul tikish orqali boygan. Uning hozirgi kundagi boyligi 142 milliard dollarga tengdir. 5-o'rin Larry Ellison. U Oracle kompaniyasining asoschisi bo'lib, u dunyodagi eng kuchli IT tadbirkorlardan biri hisoblanadi. Larry Ellison Oracle kompaniyasini asoslab, ma'lumotlar bazasi texnologiyasini butun dunyoga yoydi. Bugungi kunda ko'plab yirik kompaniyalar aynan Oracle tizimlaridan foydalanadi. Qiziq fakt, u universitetni tugatmagan, lekin shunga qaramay milliardlab dollar boylik qilgan. Oracle'ning asosiy kuchi katta kompaniyalar uchun ma'lumotlarni saqlash va boshqarish tizimlaridir. Uning boyligining katta qismi Oracle aksiyalariga bog'liqdir. Bundan tashqari, Larry Ellison juda hashamatli hayot tarzi bilan ham mashhur. U hatto o'ziga tegishli orol ham sotib olgan. Hozirgi kundagi uning boyligi 160 milliard dollarga tengdir. 4-o'rin Mark Zuckerberg. U Meta kompaniyasi asoschisi bo'lib, dunyodagi eng mashhur dasturchi va tadbirkorlardan biridir. Mark Zuckerberg Facebookni talabalik paytida oddiy ijtimoiy tarmoq sifatida yaratgan. Keyinchalik esa bu loyiha butun dunyoni bog'laydigan platformaga aylandi. Hozir Meta tarkibiga Facebook, Instagram hamda WhatsApp kiradi. Qiziq fakt, Facebook dastlab faqat universitet talabalari uchun mo'ljallangan edi. So'nggi yillarda u metaversiya loyihasiga katta sarmoya kiritmoqda. Bu virtual dunyo yaratish g'oyasi.
Uning boyligining katta qismi Meta aksiyalaridan keladi. Ya'ni kompaniyasi qiymati qancha oshsa, uning boyligi shuncha oshadi. Eng yosh milliarderlar ichida mashhurlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kundagi boyligi 182 milliard dollarga tengdir. 3-o'rin Jeff Bezos. U Amazon kompaniyasining asoschisi bo'lib, dunyodagi eng mashhur tadbirkorlardan biridir. Amazon kompaniyasini 1994-yilda oddiy onlayn do'kon sifatida boshlagan. Keyinchalik esa uni dunyodagi eng katta internet do'konga aylantirdi. Bugungi kunda Amazon orqali kiyim-kechakdan tortib texnikagacha hamma narsani sotib olish mumkin. Qiziq faktlardan biri, boshlanishda Jeff Bezos o'z mahsulotlarini garajda saqlab, o'zi qadoqlab jo'natgan. Amazon hozir nafaqat savdo, balki bulut texnologiyasi, sun'iy intellekt, logistika tizimlari bilan ham shug'ullanadi. Bundan tashqari, u Blue Origin orqali kosmosga sayohat qilish loyihasini rivojlantirmoqda. Uning boyligining katta qismi Amazon aksiyalariga bog'liqdir. Ya'ni kompaniya qiymati oshsa, uning ham boyligi shunchalik oshadi. Uning hozirdagi boyligi 198 milliard dollarga yetgan. 2-o'rin Bernard Arnault. U LVMH kompaniyasining asoschisi bo'lib, u modda va hashamatli brendlar orqali boyigan dunyodagi eng mashhur biznesmenlardan biri. LVMH tarkibiga Louis Vuitton, Dior, Fendi kabi 70 dan ortiq premium brendlar kiradi. Bu kompaniya dunyodagi eng katta luxury imperiya hisoblanadi. U texnologiya emas, aynan hashamatli mahsulotlar orqali to'pga chiqqan kam sonli milliarderlar qatoriga kiradi. Qiziq faktlardan biri, Bernard Arnault o'z biznesini oddiy qurilish kompaniyasidan boshlagan. Keyinchalik esa modda biznesiga kirib kelgan. Uning muvaffaqiyatining siri boy mijozlar uchun eksklyuziv va qimmat mahsulotlar yaratishidir. Eng katta daromadi LVMH aksiyalaridan keladi. Ya'ni uning boyligining katta qismi kompaniyaning qiymati bilan bog'liqdir. Hozirgi kundagi uning boyligi 215 milliard dollarga yetib kelgan. Ana endi hamma kutgan birinchi o'rin. Birinchi o'rinni Tesla va SpaceX kompaniyalarining asoschisi bo'lgan Elon Musk egallagan bo'lib, u hozirgi kunda dunyodagi eng boy inson hisoblanadi. Tesla orqali elektromobillarni ommalashtirib, butun avtomobil sanoatini o'zgartirdi. Oldin elektr mashinalar unchalik mashhur emas edi, lekin Tesla chiqib kelgach, bu bozor keskin o'sdi. SpaceX orqali esa kosmik sanoatda haqiqiy inqilob qildi. U raketalarni qayta ishlatish texnologiyasini yo'lga qo'yib, kosmosga uchish xarajatlarini ancha arzonlashtirdi. Bundan tashqari, u insoniyatni Marsga olib chiqish rejasini ham ochiq aytgan. Eng katta daromadi Tesla aksiyalaridan keladi. Uning boyligining katta qismi naqd pul emas, balki kompaniya ulushlaridan iborat. Qiziq faktlardan biri, ba'zi kunlarda Elon Musk bir kunda 10 milliard dollargacha foyda yoki zarar ko'rishi mumkin. Bu esa oddiy inson uchun tasavvur qilish qiyin bo'lgan daraja. Hozirgi kundagi uning boyligi 245 milliard dollarga yetgan. Ko'rib turganingizdek, mana bu boy insonlarning asosiy ish faoliyati texnologiya sohasi. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib ketinglar hamda kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Bu bizning kanalimiz rivoji uchun juda ham muhim. Va shunday videolar chiqarishimizni xohlasanglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketishni ham unutmanglar.